Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir taniqli shifokor, olima Oydin Soluxning haqiqiy tibbiyot kitobini audio shaklida e'tiboringizga havola etamiz. U kishining ilmi va tajribasi barchamizga foydali bo'ladi degan umiddamiz. Ushbu loyihani Oydin Soluxning xotirasiga bag'ishlaymiz. 28-qism. Yangi bob. Sog'liqni saqlash yo'llari. Eng avval immunitet tizimini keraksiz va toliqtiruvchi ishlarga sarflash uchun duch kelgan tibbiy dori qabul qilaverishni to'xtatmoq kerak. Chunki dorilar harorat ko'tarilishini to'xtatish, yallig'lanishni to'xtatish, yuksak qon bosimini tushirish kabi keraksiz va zararli holatlarga immunitet tizimining davolash dasturini ishdan chiqaradi va immunitet tizimini kundan kunga zaiflatib boradi. Musulmonlar uchun ogohlantirish. Dori korxonalarining rasmiy bayonotlariga ko'ra, kapsula, draje va tabletka ishlab chiqarishda faqat to'ng'iz jelatini ishlatiladi. Buzoq jelatini iste'moldan chiqib ketgan. Bundan tashqari, keyingi yillarda dorilarning hammasi rekombinant DNK va nanotexnologiya yo'li bilan ishlab chiqarilmoqda. DNA rekombinatsiyasi uchun to'ng'iz va maymun DNAlari ishlatiladi. Bu shaklda inson DNKsiga to'ng'iz va maymun DNKsi parchalarini aralashtirish, inson genotipini to'ng'izlashtirish va maymunlashtirishiga sabab bo'ladi. Rekombinant dorilar immunitet tizimini aldaydi, xatoga tushiradi va natijada felchidip hujayralarni yangidan dasturlab organizmni robot holiga keltiradi. Bu sabablarni ko'z oldiga keltirsak, sanoat dorilar halol qabul qilinadimi? Insonni turli ruhiy kasalliklar tashigan epilepsiya, MC, Alzheimer, Parkinson, felch va boshqa nevrologik kasalliklarga, suyak yerishi va muskullar yerishiga, qisirlik, ko'rish va eshitish yo'qolishi, zakovat qoloqligi, giperaktivlik va autizmga sabab bo'lgan dorilar halol sanaladimi? Alloh taolo sizga harom etgan narsada shifo yaratmagan. Hadis sharif. Immunitet tizimi bilan kurashish o'rniga unga yordam berish kerak. Bu ham vujudni tozalash bilan bo'ladi. Buning uchun o'lchovli yeb-ichmoq, tabiiy ozuqa bilan oziqlanmoq, ochlik qilmoq, qonni va organlarni tozalamoq kerak. Ana shunda sog'liqni saqlash yoki yangidan qovushmoq uchun kerak bo'lgan boshqa butun jarayonlarni immunitet tizimining o'zi bajaradi. Bu tizimning ish mexanizmi tom ma'noda mukammaldir. Haqiqiy tabib bu tizimning qonunlari bilan uyg'un bir davolash taklif etarkan, zamonaviy tibbiyot bu qonunlarni hadaf oladi. Hatto ularga qarshi urush ochadi. Jonli jonsiz barcha mavjudot tanlash haqqi berilmagan doimiy zikr holidadir. Zikr etib etmaslikda faqat insonga tanlash haqqi berilgan. Inson zikr etsin yo etmasin, barcha maxluqot kabi undagi hujayralar ham doim Allohni zikr etadi. Immunitet tizimi hujayralarning butun muddatlarini va energiya ishlab chiqarishini, ya'ni zikrini ko'rishdan mukallafdir. Hujayralar himoya ostida ekan, hech narsa uni zikrdan to'xtata olmaydi. Bu himoya harom yeguliklar bilan yoki harom dorilar bilan bartaraf etilsa, hujayralarning zikri buziladi va kasalliklar vujudga keladi. To'g'ri oziqlanish zarur. Oziqlanish shaklini tuzatibgina sog'lom bo'lish mumkin emas. Sanoatda ham sifatli mahsulot olish uchun buzuq xomashyodan voz kechib, sifatli xomashyo qo'llanish kerak. Sog'liqni saqlash uchun umumiy tavsiyalar. Tong otishiga 1-2 soat qolganda uyqudan uyg'onmoq lozim va kun botishiga 1-2 soat qolganda uxlamaslik kerak. Bu soatlarda uxlaganlarning uyqu, charchoq, erinchoqlik va kasalligi ortadi. Chunki bu paytda inson organizmidagi tizimlar muvozanatini ta'minlash uchun kerakli bo'lgan gormonlar ishlab chiqariladi. Uyquda esa bu jarayon sekinlashadi. Bu holat jismoniy, ruhiy va psixologik bezovtalikni yuzaga keltiradi. Har kasallikning negizida yetarli bo'lmagan hazm va hazmsizlik bo'lgani uchun zanjabil, toshcho'p, qora zira, dala choy, xantal, zarchuba,
Xil va qalampirni navbatma-navbat doim iste'mol qilish kerak. Bular ovqat hazmini osonlashtiradi. Oshqozon va ichaklarni quvvatlantiradi. Bu a'zolardagi mikroflorani normallashtiradi. Yallig'lanish jarayonini to'xtatadi. Gastritga, hatto H. pylori infeksiyasiga barham beradi. Bosh og'rig'i, oshqozonda hazmsizlik, kekirish, achish bo'lsa, qon bosimi va qand miqdori oshib ketsa, eng to'g'ri muolaja yeganlarni qusishdir. Qusish uchun bir osh qoshiq zaytun yog'ini bir stakan iliq suv aralashtirib ichsa kifoya qiladi. Qusishda qiynalganlar oshqozonning ustiga iliq suv to'ldirilgan xalta qo'yib, ikki barmoqni og'ziga tiqib qusish hissini uyg'otishlari mumkin. Oyda 1 yo 2 marta qusilsa oshqozon tozalanadi va quvvatlanadi. Oshqozoni zaif bo'lgan A qon guruhi sohiblari uchun mazkur tavsiya juda muhim. Momaqaymoq, bargizub, qichitqi o'ti va yovvoyi semiz o'ti oshqozon, ichak va jigardagi hazmni yaxshilash uchun, umuman hazm va qon ishlab chiqarish kabi barcha jarayonlarni to'g'rilash uchun, qisqasi barcha kasalliklarga qarshi dori sifatida iste'mol qilinishi kerak. Ko'katlar iste'mol qilishni ko'paytirish kerak. Indov, ismaloq kurtagi, sachratqi, selder, petrushka, semiz o'ti kabi turli ko'katlarni sabzi, qizil lavlagi, piyoz, limon suvlarini va zaytun yog'ini qo'shib, salat shaklida har kuni iste'mol qilish kerak. Ishni qotirib qo'ymaslikka e'tibor qilish kerak. Sog'lom bo'lishni xohlagan kishi katta hojatga chiqmasdan turib, ikkinchi bir ovqatni yemasligi kerak. Tarvuz, anjir, greypfrut, uzum kabi mevalar, sabzi va yashil bargli sabzavotlar ichaklarga huzur baxsh etgani uchun taom sifatida yeyilishi mumkin. Bu qoidaga umr bo'yi rioya etish lozim. Sarimsoq ichishga odatlanish kerak. 3 donadan 21 donagacha ko'paytirish mumkin. Bu tarzda yilda bir marta 21 kunlik sarimsoq kurslari olish mumkin. Imkoni bo'lsa 21 kunlik kurslarda 10 kun davomida har kuni kechqurun bir bosh sarimsoq, 1 choy qoshiq sedana, 1 choy qoshiq qichitqi o'ti urug'i tuyilib, 4,1 choy qoshiq zanjabil qo'shiladi. Asal bilan aralashtirilib, och qoringa yeyiladi. Har kuni kechqurun 1-3 dona sarimsoq yutishga umr bo'yi odatlanish kerak. Piyoz va sarimsoq saraton, allergiya, og'ir yuqumli kasalliklar va genetik mutatsiyalarga qarshi tananing chidamliligini oshiradi. Siydik, balg'am, o't va hayzni to'kadi, yallig'lanishni quritadi, zararli mikrob va gijjalarni o'ldiradi, bezlarni va qonlarni tozalaydi. Qon bosimi, xolesterin va qondagi qand me'yorini nazoratga oladi. Har kuni ertalab yangi siqilgan sabzavot yoki meva suvini ichish, meva va sabzavot yeyish qon va a'zolarni toza tutadi, yurakni dam oldiradi, fe'l-atvorni go'zallashtiradi, uyqu va yeyishni kamaytiradi, tana sog'lig'ini, quvvatini va tetikligini saqlaydi. Tarvuz mavsumida tarvuzga barcha kasalliklarga qarshi katta ne'mat sifatida qarash, uni urug'lari bilan yeyish va po'stining suvini siqib, kuniga 1 stakan ichish kerak. Tarvuz buyrak toshlarini tushiradi, jigar va ichaklarni quvvatlantiradi va toza tutadi. Ogohlantirish: sabzavot va mevalarning genlari o'zgartirilmaganini olishga e'tibor berish kerak. Toza zaytun yog'ining foydalarini sanab chiqib bo'lmaydi. Qondagi qand va xolesterinni muvozanatga soladi. Gemoroy, jigar va buyrak to'qimalarini, ich va tashqi yaralarni tuzatadi. Saratondan saqlanish va safro toshlarini eritishda ta'sirli vosita. Tomir ochuvchi va tozalovchidir. Zaytun yog'idan maksimum foyda olish uchun yengilligidan iste'mol qilish kerak. Haftada 1-3 marta ko'kat bilan mizojiga to'g'ri, ya'ni qon guruhiga mos bo'lgan go'sht va 1-2 marta baliq yeyish hazmini osonlashtiradi. Immunitet tizimini quvvatlantiradi, metabolizmni tuzatadi. Tuxum faqatgina yangiligida, ko'pi bilan 9-10 kunligida yeyilishi kerak. 10 kunlik yoki undan oshgan tuxum yoki 5 daqiqadan ko'p qaynagan tuxum yoki pasterizatsiya qilingan tuxum zaharli va allergiya beruvchi hisoblanadi. Turib qolgan tuxum avvallari faqat sement qilishda ishlatilar edi. Qon aylanishini tuzatish va muhofaza qilish uchun har bahorda zuluk qo'yish, yoz va qishda ham hojamot qilish kerak. Hazm buzilmasligi, tanaga toksik qoldiqlar yig'ilmasligi va jigar kasalliklariga chalinmaslik uchun.
Sut mahsulotlari, baliq, tovuq va go'sht bilan birga yemaslik kerak. No'xat, yasmiq va loviyani qatiq bilan yemaslik zarur. Oshqozon va eshaklarda gaz hosil qiladigan narsalardan tayyor sosiska, salyami, kolbasa kabi aralash go'sht mahsulotlaridan, fast food taomlardan, muzlatilgan tayyor mahsulotlardan, mikroto'lqinli pechda tayyorlangan taomlardan, qo'shimchali mahsulotlar va konservalardan uzoq turish kerak. Kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Fikrlaringizni esa izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Kitobning keyingi qismi keyingi videolarda. Ko'rishguncha sog'-omon bo'ling.